Mana o'sha ma'rifatchilar jamoasi Jarqo'rg'on tumanidagi 10-maktab o'quvchilari, ustozlari, studiyamiz mehmonlari, ular respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan jamoa hisoblanadi. Xush kelibsizlar. Juda ham bir adrenalinga boy, qiziqarli voqealarga boy, asosiysi juda ham mazmunli bo'lgan tanlov bo'ldi viloyat bosqichida. Yaxshi asarlar olib chiqildi. Jamoani tanishtirib o'taman, ayni damda biz bilan ham suhbat bo'ladilar. Mazkur maktab o'qituvchisi Farhod Haydarqulov hamda o'qituvchi Shahnoza Saydullayeva, shuningdek Robiya Bozorova, Suhrobbek Jo'rayev, yana shuningdek o'quvchilarimiz biz bilan bugun suhbatda bo'lishadi. Farhod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush bo'ldingiz. Kayfiyatlar qanday? Rahmat. Yaxshi, a'lo kayfiyatda. Xo'p, endi tumandan birinchi o'rin viloyat sari yetaklaydi. Viloyatdan birinchi o'rin respublika sari yetaklaydi. Har bir muvaffaqiyatli qadam keyingi qadam yanada omadli bo'lishi uchun harakat qilishni talab etadi. To'g'rimi? Albatta. Xo'p, mas'uliyat hissi qanday hozir? Albatta bu o'tgan o'quv yilidan biz harakat qilgandik, jamoamiz viloyat bosqichida ishtirok etib keldik tumanda va biroz bo'lsa-da kamchiliklarimiz bor edi. Mana shu keyingi hozirgi 2025-yilda o'tkazilgan tanlovda o'tgan yilgi kamchiliklarimiz ustida ishladik, harakat qildik. Bu viloyat respublika bosqichiga chiqishga ham o'zi bo'lmadi. Ustozlarimizning o'sha mehnati, o'quvchilarimiz o'sha o'tgan yildagi xatolarimiz, kamchilik ustida ishlab, mana yuqori natijaga erishib, endi hozir mas'uliyat haqida gapirdingiz. Biz oldin tuman sharafini bo'ladigan bo'lsa, endi viloyat sharafini himoya qilib, endi respublika bosqichida o'quvchilarda ishonch ham bor, o'zimizda ham ishonch bor, o'tgan yilgi tajribamiz ham bor. Bemalol biz respublika bosqichida o'rin olsak ham bo'ladi. Demak, allaqachon zuvala pishdi. Shartlar begona emas, tanish. Maqsadlar aniq. Shunday, marrani qanday olish oldindan ma'lum. Chunki bilasiz, birinchi marta harakat qilib ko'rishda o'xshamasligi aniq, chunki noma'lum bo'ladi, atmosfera begona bo'ladi. Keyingi safar esa yana puxta bo'lib boraveradi-da. Shahnoza opa, tayyorgarlik jarayoni qanday kechdi tuman uchun, viloyat uchun? Baribir qiyinchiliklar ham bo'lgan, to'g'rimi? To'g'risi. Bunday olganda loydan yasaladi deb aytamizki ko'p narsalarni. Ya'ni o'quvchi u hali unda professionallik yo'q. Faqatgina ozgina iste'dod bor va qiziqish borda. Shundan nimadir yasay olish. Hamda ustoz ijodkorlar hozir mana intervyu berdilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, aktrisa Shohida Ismoilova juda ham diqqat bilan kuzatib o'tirdilar. Yoki so'z ustasi Valijon Shamsiyev juda ham qattiqqo'l hakam bo'ldi. O'zlaringiz ko'rdilaringiz. Juda qattiqqo'llik bilan tanlovni olib bordilar-da. Marhamat, tayyorgarlik haqida ham to'xtalsak. Bu o'quvchilarni tayyorlashni o'zi bo'lgani yo'q. Avval biz maktabimizda birinchi kasting e'lon qildik. Iste'dodli o'quvchilarni bir joyga to'plab, ularning eng iste'dodlarini, nutqlari saralab olingan. Saralab, chiroyli nutqqa ega bo'lgan o'quvchilarni, badiiy adabiyotga havasmand bo'lgan o'quvchilarni, drama teatrimizda faol bo'lgan o'quvchilarni tanlab olib, ularni kecha-yu kunduz tayyorladik desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz ham kuni-tun uyimizdagi ishimizni tashlab, o'quvchilar bilan ertadan kechgacha tayyorgarlik ko'rdik. Nafaqat bu yerda men, balkim boshqa ustozlarimiz ham o'z hissalari katta. Ular ham biromiz sahna bilan shug'ullandik, yana bir o'qituvchimiz savol-javoblar bilan shug'ullandi, yana bir o'qituvchimiz kiyimlar ustida ishlab shu natijalarga bir yoqadan bosh chiqarilganda qarang. To'g'ri. Bunday jarayon Ahillik bor bo'lgan bu yerda. Endi unday qilmasa ham bo'lmaydi, chunki bu yerda men juda ham faol kuzatib turdim, diqqat bilan qanaqa bo'lar ekan deb. Birinchi shartni o'zi, savol-javob, tanishtiruv shartini o'zi nima deydi, shunchaki zo'r bo'lishi kerak. 15 ta jamoa orasida otilib chiqish kerak bunday olganda-da. Bittada ko'rina olish kerak-da, chunki faxrlanadigan narsasi ham bo'lishi kerak. Mana shu o'rinda ko'pchilik aytadiki, biz o'rin ola olmayapmiz. O'rin olish uchun demak maktabni ham yutug'i zo'r bo'lishi kerak ekan-da. Maqtana olish kerak o'quvchi o'z maktabi bilan, ustozlari bilan, sinfdoshlari bilan, maktabdoshlari bilan. Endi o'quvchilarga yuzlanamiz, chunki asl qiyinchilikni ko'rgan ular. Chaman, marhamat, mikrofon sovg'a qilishingiz mumkin. Mana mikrofon. Bemalol o'zingiz tanishtirib. O'zingiz. Men Aralova Maftuna, 10-sinf o'quvchisiman. Maftuna, o'tgan yil ham qatnashuvdingizmi? Yo, bu yil? Yo'q, bu yil birinchisi. Aha, qanday bo'ldi? Hayajon juda kuchli bo'ldi. Barcha jamoalar yaxshi tayyorlangan. Bizga yetarlicha raqiblar bor edi.
va biz bularni shuncha qilgan harakatlarimiz orqali Mikrofon ularni bas, tushiravering, aha, bemalol. shuncha qilgan harakatlarimiz orqali viloyatda ham birinchi o'rinni olishga sazovor bo'ldik. Qoyil, maktabda bir kunda necha soat shug'ullandilaringiz? Bir kunda kechgacha, ertalabdan kechgacha tayyorlandik. Uyimizga faqat kechqurun borar edik. Demak, bugun mehnatning natijasi bor-da, to'g'risi. Xo'p, jamoada necha kishi bor? Jamoada O'quvchilarda? 8 nafar o'quvchi bor. 8. Undan ko'p bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Kamida 8 ta bo'lishi kerak. Ha, Xo'p, o'tgan yili ham qatnashgan o'quvchilar bormi? bor. Suhrobek, siz qatnashgansiz. Xo'p, mikrofon beramiz. Yo'q, olavering mana. Xo'p, yangi o'quvchi jamoani qiynab qo'ymaydimi? Misol uchun, o'tgan yil boshqa, bu yil boshqa. Chunki shartlarini bilgan, tanlovning nizomi bilan tanish bo'lgan o'quvchi baribir ham jamoaga kerakda. Xuddiki futbolda ancha yil to'p tepgan futbolchining o'sha malakasi oshganida edi. Avvalambor assalomu alaykum. Men 10-maktabning 9-sinf o'quvchisi Jo'ylab Suhrobbek bo'laman. Jamoada yangi o'quvchini kelgan taqdirda ham biz yangi o'quvchi bilan kelishib olishimiz kerak. Bunga ham asosan vaqt kerak-da. Yangi o'quvchiga rol bergan ma'qulmi yoki savol-javobga tayyorlagan ma'qulmi? Yangi o'quvchiga ko'proq uning bilim darajasiga qarash kerak. U ko'proq qaysiga tayyor, qodir? nimaga qodir. Lekin savol-javob shartida men o'quvchilar tomonidan bo'ldim. Juda ham qiyin savollar bo'ldi. Yillar so'ralyapti, aniq nomlar so'ralyapti-da. Bu katta xotira talab etiladigan jarayonda, Katta to'g'risi. tayyorgarlikni talab qiladi. To'g'risi, mana shu jarayonga tayyorgarlik qanday bo'ldi? Savol-javob sharti uchun-da. Chunki respublikada ham u bor. To'g'ri. Bu savol-javobga tayyorgarlik shartida asosan bilimi saviyasi kuchli o'quvchilarni biz oldik. Asosan 3 nafar o'quvchi bu savol-javob shartiga tayyorlandi. Kuchli tayyorlanadi ular. Kuchli tayyorlandi ular. Ko'proq Asosan o'qishadi savol-javobga, ular. ha. Savol-javoblar darsliklardan tushadimi? Albatta darsliklardan ham tushdi, keyin O'zbek teatri tarixi degan kitobdan ham tushdi. Aytiladimi? Farhod aka, mana shu kitoblardan tushadi savollar, tayyorlaninglar deb. Albatta shu undan oldin bu Madaniyat vazirligi bilan qo'shma qaror chiqarilgan va aniq qaysi manbadan tushishi va nizomlari belgilab qo'yilgan. Ushbu nizom asosida biz shug'ullandik. Demak, aniq xarita bor, faqat o'sha xaritaga o'rganish kerak, yaxshi o'qish kerak, to'g'rimi? Farhod aka, shunchaki quruq kelishmagan bugun studiyamizga. To'ppa-to'g'ri. Hozir Robiyani ham fikrlarini eshitamiz va keyin sahna asariga o'tamiz. Sahna asari ham. Robiya asrga tatigulik kun, Chingiz Aytmatov. Katta insonlar o'qisa ham biroz tushunish qiyin bo'ladigan asar. Maktab o'quvchilarini uni anglab olib, sahnaga olib chiqishi bu jasorat deyish mumkin aslida. Chingiz Aytmatovni dunyo tan oladi va dunyo o'qiydi asarlarini ham. Qaysi epizod olindi? Qaysi sahna olindi? Bu bunda biz Nayman ona qissasi parchasini oldik. Ya'ni Jo'lamon bilan ona. Ona. Bunda onaning bolasini yo'qotib qo'yganligi va bunda manqurtga aylanganda ona juda ham azoblanganligini ko'rsatib berish va Jo'lamon ham shu manqurt bo'lib endi baribir manqurt bo'lish ham yomon bo'ladi. Shunga ham tayyorlanib, shu ona bilan ko'pincha shu Jo'lamonni yaxshiroq oldik. Ochib berishga harakat qildingiz. Bor o'sha kuchni, bor nimani kim ko'rsatib bera olish kerak edi asarda. Shuning mahorati zo'r bo'lsa, asar zo'r chiqadi. Ona bilan Jo'lamonning o'zi. Demak, ona obrazida kim bo'ldi? Ona obrazida Charasxon singlimiz bo'ldi. Jo'lamon obrazida Rahimnazarov Aziz ham o'zimning sinfdoshim. Birgalikda o'tgan yil ham ishlagandik. Bu yil unchalik qiyin bo'lmadi bizga, chunki o'tgan yil ham bilib, o'rganib olgandik. Yaxshi. Demak, juda ham ajoyib. Demak, Chamat, ushbu asarni tomosha qilamiz. Kamida 10 daqiqa bo'lishi kerak. Nizom bo'yicha ikkinchi shart asar 10 daqiqa davom etadi. Qisqa tayyorlab kelingan lekin. Albatta, hozir ruxsat bersalaringiz, ta'bir qismini chiqarsak 3 minut. Reglament bo'yicha 3 minut berilganda nizom bo'yicha. Shunday. Biz esa sizlarga 1 daqiqa bersak bo'ladimi? 3 daqiqa, ya? 2 daqiqa. 2 daqiqa. 2 2 daqiqada demak kirish qismini qo'yib berasizlar. Undan so'ng mana juda qiziqib qoldim men. O'sha sahna ko'rinishidan ham qo'yib bera olasizlar, Albatta. parcha. Albatta. Yaxshi bo'ladi. Demak, biz xalaqit beramizmi yoki o'tiramizmi? Biz chiqib turamiz, bolalarga. Yo'q, rejissyorimiz tomosha qilinglar, tomoshabin kerak deyapti. Ha, mayli, xo'p. Biz hayratlanib tomosha qilamiz. Demak, Mayli.
Demak, sahnaga Jarqo'rg'on tumanidagi 10-maktab o'quvchilarini Turon maktab teatri tanlovida ma'rifatchilar jamoasi nomida ishtirok etayotgan yigit-qizlarni taklif etamiz. Birinchi shart, ya'ni ular o'z maktablarini tanishtirishlari, bitiruvchi o'quvchilari, sportchi yoshlari, qator yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan maktabdoshlarini e'tirof etishlari lozim bo'ladi. Marhamat o'quvchilar. Qani. Demak, mikrofonlarimiz bor. Kerakli mikrofonlarni uzatib olaveramiz. Almashdi. Marhamat yigitlar. Bemalol tasavvur qiling, sahnadasiz, bizga e'tibor bermang. Kameralar ishlayapti. O'rtaroqqa kelamiz. Mikrofon beramiz yigitimizga, qizlar. Mikrofon oling. Ovozimiz yaxshi eshitilsin, butun surxondaryoliklar hozir tomosha qiladi. Tanishib qo'yaylik, ismim Hoshimjon, familiyam Ro'ziyev. Men albatta mashhur bo'laman. Lekin qanday qilib? Qalpoqcham, menga yordaming kerak. O'zimizning zamonda Jarqo'rg'on degan tomonda o'zimizning zamonda Jarqo'rg'on degan tomonda ma'rifatchi bormish, jamoasi kuchlimish. Agronomlikdan topolmagan baxtimni Turon teatr tanlovidan topaman. Buncha ajib bo'lmasa bu koshona, yig'ildik davrada Turon bahona. Maktabimiz obro'siz yoyib jahona, keltirdik biz bir ajoyib to'yona. Yutug'imiz ko'ring, siz bir hayrona, ma'rifatchi, mos bugungi zamona. Azizbek maktabimiz nomini san'at sohasida mashhur qilgan bo'lsa, bir qator o'quvchilarimiz fan va sport sohalarida tanitdi. Umid nihollari sport musobaqasining voleybol turi bo'yicha o'g'il bolalar jamoasi tumanda 1-chi, qizlar jamoasi 2-o'rinni. 5 tashabbus olimpiadasining tuman bosqichida Rahmatullayev va Marziya sportning shaxmat turi bo'yicha 3-o'rinni. Rahmatullayev Mikriddin informatika fanida Respublika fan olimpiadasining tuman bosqichida 1-o'rinni. 9-sinf o'quvchisi Jo'ray Suhrobek tarix fani 3-o'rinni, Jadidlar izidan Respublika tanlovining tuman bosqichida 2-o'rinni. 10-1-sinf o'quvchilari ona tili fanidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdilar. Ofarin! Maktabimizda faoliyat yuritayotgan drama to'garagi a'zolari esa nafaqat tuman, balki viloyat tadbirlarida ham faol. Vale bu dunyoda oliy hakam bor. Ushal qudrat erur, mangu ustuvor. Shahidlar bong urib har shomi nahor. Bizni ogoh etar, bo'ling deb xushyor. Ular xalqimizga qalqon edilar, abadiy barhayot vijdon edilar. Ma'rif va madaniyat bog'chasiga birdan bir darvoza maktabdir. Biz biladurimizki, millatning eng og'ir kunlarida ham kitob o'lmagay. Har millatning ulamosi, ahli qalami, mutafakkiri o'z millatining kelajagi uchun yo'l ko'rsatuvchidir. Bolalar, meni ham o'z jamoangizga qabul qilinglar. Marhamat. Biz Jarqo'rg'on tuman 10-maktab jamoasi. Ma'rifatchilar. Bizning shior. Jadidlar hayoti. Bizlarga ibrat, ular xotirasi doim barhayot. Judayam chiroyli, Judayam ma'noga ajoyib. boy bo'lgan sahna ko'rinishi bo'ldi. Demak, Farhod aka bugun o'sha jadidlarni hayotini o'rganish dolzarb masala. O'quvchilar jadidlar hayotidan xabardor bo'lishi kerak va ma'rifatchilar deb nom qo'yilishini ham mazmuni shunday iborat bo'lsa kerak. Birinchi shart menimcha yaxshi uddalangan. Shunday haqiqatan ham buni aytadigan bo'lsak, buni yurtboshimizda o'sha 5 tashabbus musobaqalari, g'oyalarni mantiqiy davomi desak bo'ladi. Chunki o'sha Turon maktab teatrida iloji boricha hozir eng global muammo desak ham bo'ladi, yoshlarni turli xil buzg'unchi g'oyalar ta'siridan himoya qilish kerak bo'lsa, yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish uchun ham bu ayni muddao bo'ldi. Bu maktab Turon teatri. Mana shu narsalar. Asosiysi maktab o'quvchilari o'zlarining tengqurlari orqali adabiyotga yaqinlashadi, his qiladi masalanda va bu o'g'il qizlar Shohid Ismoilov aytganda ertaga mayli aktyor yoki aktrisa bo'lishmas, lekin adabiyotni sevadigan, san'atni tushunadigan insonlarga aylanib ulgurishadi. Endi esa
Tomosha qilamizmi? Asrga tatigulik kuni Ha, chaman. juda qiziqib qoldim to'g'risi, chunki bevosita tomosha qilganim yo'q-ku, men ko'rmaganman. Teletomoshabinlarimiz ham qiziqib qolgan bo'lishlari aniq. Ko'raylik, tomosha qilaylik ijroni. Yaxshi Sahnaga bo'lardi. shunchaki chiqilmaydi. Sahnaga chiqish uchun katta tayyorgarlik kerak bo'ladi. Sahna muqaddas. Hatto bizni sahnamiz uchun ham siz va men bilasizmi qancha hayajonlanamiz, qancha tayyorgarlik ko'ramiz. Albatta.